Salom, yaxshimisiz? Sizga aytadigan gaplarim bor. Bilasizmi, ba'zan qalb shunday og'riydiki, go'yo butun dunyo senga qarshi turgandek. Hamma yo'llar berkilib, nafas olish ham og'irdek tuyuladi. Xiyonat ko'ksingga pichoq kabi sanchilgan, muhabbat deb bilganing sarob bo'lib chiqqan, va'dalar esa havoga uchgan bo'lishi mumkin. Charchaganingiz ham rost. Ichingizdagi bo'shliqni hech narsa bilan to'ldirib bo'lmayotgandek. Lekin bir lahza to'xtang. Ko'zingizni yuming va chuqur nafas oling. Sizni bu dunyoda ushlab turgan, yiqilsangiz suyaydigan, siz uchun dunyolardan kechadigan mo'tabar ota-onangiz bor. Ularning duosi sizni ko'rinmas yomonliklardan asrayotgan qalqon emasmidi? Siz charchadim desangiz, ularning beli bukiladi. Siz taslim bo'lsangiz, ularning dunyosi qulaydi. Siz hali ham kimgadir dunyolardan afzalsiz, kimgadir yagona suyanchsiz. Sizga otajonim, mehribonim deya intilayotgan mitti qo'llari bilan bo'yningizdan quchadigan farzandlaringizning ko'zlariga boqing. Ularning nigohida siz qahramonsiz. Siz ularning butun bir olamisiz. Insonlar sotishi mumkin, insonlar unutishi mumkin, lekin u mitti yuraklar sizni har qanday holingizda, borligingizcha yaxshi ko'radi. Sizning yig'lashga haqqingiz yo'q, chunki ularning baxt kaliti sizsiz. Eng muhimi esa, biz bu dunyoga bandalarning muhabbatini qozonish uchun kelmadik. Bandaning muhabbati o'tkinchi, bugun bor, ertaga yo'q. Undan keyin esa boshqasini sevib ketaveradigan bu ko'ngil. Bugun o'laman degan odam ertaga begona bo'lib ketishi dunyoning eng achchiq ammo haqiqat qonunidir. Qalbingizni bandalarga emas, yaratganga topshiring. Odamlar tashlab ketadi. Alloh hech qachon tashlab qo'ymaydi. Odamlar xiyonat qiladi. Alloh esa har bir sabringiz uchun mukofot va'da qilgan. Bu hayot sizni Allohning jamoliga yetaklovchi bir imtihon xolos. Nahot shuni unutdingiz? Sizni ranjitganlar, qalbingizni vayron qilganlar aslida sizni foniydan uzib, boqiyga bog'lash uchun yuborilgan sababchidir. Mayli yig'lang, to'yib yig'lang. Lekin bu ko'z yoshlar alamdan emas, shukronalikdan bo'lsin. Robbim, hamma ketganda ham sen borliging uchun shukr. Meni o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmaganing uchun shukr deya to'yib yig'lang. Hayot bu kimgadir nimanidir isbotlash emas. Hayot har bir zarbaga qaramay, ota-onangizning duosini olib, farzandlaringizga nur ulashib, oxirgi manzilda Allohning xush kelding ey sabrli bandam degan so'zlarini eshitish umidida yashashdir. Qalbingizni keng qiling. Siz hali baxtli bo'lishga, sevishga va sevilishga, eng muhimi jannatda Allohning jamolini ko'rishga loyiqsiz. Tushkunlik bu shaytonning o'yini. Taslim bo'lmang. Siz kimgadir butun dunyosiz. Hozir borib ota-onangizning qo'lidan o'pishga, farzandlaringizni mahkam quchoqlashga kuchingiz yetadimi? Nima deysiz?